Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, albatta biz iqtinlarga bu hafta huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tushuntiramiz. Iqtinlarda Qutb binoyisida yer tavridi mavzuida xabarimiz bo'ldi. 2016-yili 12-yilning 8-kuni tushdan burun Sharq Turkistonning Qutb binoyisida ig'ir yer tavridi darajasi 6.2 ball bo'lgan bu yer tavrash ahvolining tafsiloti xabarlar diqqatinglarda bo'ldi. Shunday biz ekranimizdan Sharq Turkistondagi bu voqeaga uchragan barliq xalqimizga Allohdan sabr tilaymiz. Shunday yana Ma'rif jamiyatida oylik suhbat yig'ini o'tkazildi mavzuli xabarimiz bo'ldi. 12-yilning 2-kuni Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining Istanbul chopidagi markazida bu suhbat yig'ini uyushtirildi. Shunday yana Amerika Xitoy urushi yuz berdi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Amerika prezidentiga saylangan Trumpning texnik vazifani topshirib olmasdan Xitoyning o'g'isini qaynitadigan ifodalarda bayonotlarda bo'lishi Amerikaning Xitoyga bundan keyin yurgizadigan tutadigan pozitsiyasi siyosatniki qanday bo'lganligi haqida har xil farazlar o'tirg'i chiqmoqda. Xitoy bo'lsa buni andisha ichida kuzatmoqda. Bu va buningdan boshqa xabarlarimiz diqqatinglarda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Sharq Turkistonda dal-daraxtlar umumyuzlik kesilmoqda. Xitoy tajovuzchilari 2015-yil atiyozdan boshlab Sharq Turkistonning janubida dal-daraxtlarni umumyuzlik kesish to'lqini qo'zg'agan bo'lib, bu to'lqin ta bugungi kungacha davom qilmoqda. Sharq Turkistondan egallangan usullarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari 2015-yil atiyozdan boshlab Sharq Turkistonning janubida dal-daraxtlarni umumyuzlik kesish to'lqinini qo'zg'agan bo'lib, bu to'lqin ta bugungi kungacha davom qilmoqda. 2016-yil 11-oyning 29-kuni Xotanning Qaraqash noyisining har qaysi yezi qishloqlarda to'lqindan qip qolgan barliq daraxtlarni qaytadan kesish uqtirishi tushirilib, yezi tavalligidagi amgak kuchi deb qaralgan kishilarning hammasini majburiy daraxt kesishdan iborat hasharga o'rinlashtirgan. Daraxt kesish va buningga qatnashish, shundaqla daraxt kesishga o'rinlashtirilgan dehqonlarning tamog'ini daraxti kesilgan oilalarning tayyor qilishi qatorliq ahvollar jiddiy va majburiy siyosiy vazifa qilib topshirilgan. O'zini oshkorlashdan ansirgan bir Uyg'ur yosh 7-dekabr chorshanba kuni yurtidagi dal-daraxtlarning umumyuzlik kesilib bo'linganligini, shox shumbullarining suv to'smalari va shuningdek o'rinlarga to'shilishga boshlaganligini bildirdi. U yoshning deyishicha, yurt ichida yong'oq va chilon daraxidan boshqa har qanday mevalik yoki mevasiz daraxtlar majburiy kesilgan. Hoyla, uy atrofi va qabristonliklar shundaqla mahalla sirtidagi hech bir dal-daraxt qolmagan. Hatto yulg'un chog'liq odamga dalda bo'lish ehtimolligi bo'lgan har qanday daraxtning kesilib, yurtning bir chetidan yana bir chetini ko'rguli bo'ldigan dal-daraxtsiz tuzlanlik bir holat maydonga kelgan. U yana ba'zi yurtlarda shaptul daraxti bilan uzum telining kesilmaganligini, yana ba'zi yurtlarda chilon va yong'oq daraxining kesilmaganligini, ba'zi oilalarning hoylisidagi daraxtlarning majburiy kesilish jarayonida hoyli tomlari va uy tomlarining o'rilib ketishini keltirib chiqarganligini bildirdi. Undan boshqa egallangan ma'lumotlarda yurtdagi qabristonliklarning bu to'lqindan omon qolmaganligini, qabristonliklardagi cho'ng-kichik yulg'un va yovi dal-daraxtlardan tortib umumyuzlik kesib tashlanganligi, egiz past qabrlarning tuzlanib, barliq qabristonliklarning atrofiga ma'lum o'lchamda qashi tam so'qilib ishik bekitilganligi va maxsus odamlarning qo'yilganligi, munosabatli odamlarning qabrlarini yo'qlashi uchun faqat haftada bir qatim tizimlanib ruxsat berilganligidagi ahvollar ma'lum bo'lmoqda. Ba'zi tadqiqotchilar bu vaqtda fikr bayon qilib, Xitoy doiralari Sharq Turkistonda uchquchisiz aeroplan va uzun masofalik sun'iy hamroh sin apparatlari orqali insonlarni kuzatish, nazorat qilish uchun atrofdagi dal-daraxtlarning to'salg'i bo'layotganligi sababidan dal-daraxtlarni kesib tashlaganligi, Sharq Turkistonning har qaysi joylaridagi umumiy dal-daraxtlarni kesib tashlab, tuzlanlikka aylantirib, uzoqdan kuzatish, ya'ni sun'iy hamroh sin apparatlari va uchquchisiz aeroplanlar orqali xalqning harakatlarini kuzatib, nazorat qilishni maqsad qilganligini ifodaladi. Va Xitoy doiralarining bu qilmishlari orqali dal-daraxt qatlami yurgizayotganligi, buning bilan muhitning ekologiyalik buzilishini keltirib chiqarganligini ifodaladi. Ba'zi kuzatuvchilar bo'lsa bu ahvollarga qarata Xitoy tajovuzchilarining andisha va qo'rqinchga tushganligini, natijada Uyg'urlarga o'zi va reallik ustida fikr qilgudek vaqt fursati bermasdan
kecha kunduz o'rinsiz hasharlarga majburlash orqali Sharq Turkiston xalqiga qilayotgan chekdan oshgan zulmlari aql qabul qilg'usiz darajadagi yangicha qulluq siyosatlarining qarshisida jondan to'ygan xalqning qo'zg'ulib ketishining oldini olishda qulay bo'lgan yer shakli hozirlash tuyuqsiz yuz berayotgan qarshilik harakatlarga munosabatlik Uyg'urlarning panohlanish mumkinligi bo'lgan sharoitlarni yo'q qilishni maqsad qilayotganligini bildirishmoqda. Yurt peshvolari yerlik tashviqotchi bo'lishga majburlanmoqda. Xitoy doiralari Uyg'urlar ichidagi diniy bilmi bor xalq orasida inovatga ega bo'lgan bir qism kishilarni Xitoyning qizil tashviqotini elib boradigan yerlik tashviqotchi bo'lishga majburlamoqda. Yaqinqi mezgillardan buyon Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi zulmlari kundan kuniga eshib berayotgan bo'lib, Uyg'urlarning har qanday bir faoliyati kommunist xalqchilarning nazorati ostida elib berilayotganligi ma'lum. Jumladan Uyg'urlarning to'y qilish, nazir chiroq, diniy va milliy an'analari, farzand tarbiyalash, hatto oila etiz ishlarigacha tamoman Xitoylarning ruxsati va kontrolligi ostida qisman elib berilayotgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy doiralari xohlagan kishilarni xohlagan ishlarga selib, qarshi fikr yoki rad qilish ahvollarini qattiq bostirib kelmoqda. Ba'zi xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Uyg'urlar ichidagi diniy bilimi bor xalq orasida inovatga ega bo'lgan bir qism Uyg'urlarni o'zi turayotgan rayon ichida tajovuzchilarning aqliga uyg'un bo'lmagan qizil tashviqotni elib boradigan yerlik tashviqotchi bo'lishga majburlagan. Tangrataq to'g'rida buningga munosabatli berilgan xabarlarda 12-yanın 6 kuni kashda Xitoy tajovuzchilari Xotanning Qaraqosh noyasidagi Kommunist partiya yig'in zalida bir bilik Uyg'urlardan tashkillangan yerlik tashviqotchilar nomidagi kishilarni yig'ib, tavallikdagi Uyg'urlarning majburiy qatnashishi bilan bosh nishonni mustahkam turg'izib, yaxshi vaziyat yaratayli temasida atalmish nutq so'zlash musobaqasi o'tkazgan. Ma'lum bo'lishicha, bu xildagi musobaqani 9-oydan buyon uzildirmay o'tkazib kelayotgan bo'lib, 300 dan ortiq Uyg'ur bu musobaqada nutq so'zlashga o'rinlashtirilgan. Bu qitimqi musobaqaga qatnashtirilganlar mushu 300 kishining ichidan tanlab o'rinlashtirilgan. Bularning ichida diniy zotlar, ziyolilar, mahalla ayollari va mo'ysipitlarmi bor ekan. Bu musobaqa temasi Xitoy doiralari tomonidan chiqarib berilgan bo'lib, inoqlikning asosini oila inoqligidan boshlaydi. Nodonlik, bilimsizlik patqiga petib qolgan qalblar. Bizga nima bo'ldi? Biz nima qilishimiz kerak? Ana yurting omon bo'lsa, rangi ruhing samon bo'lmas. Asabiylikni tugutib, go'zal yurt makon qurib chiqayli degandek atalmish qizil tashviqot mazmunidagi musobaqa ekan. Kuzatuvchilar Xitoy tajovuzchilarining bu xildagi faoliyatlarining Uyg'urlarga, shunaqla ularning ichidagi yurt mo'tivarlariga qilingan haqorat va mansitmaslik ekanligini, shunaqla bu qilmishlardan Sharq Turkistondagi zulmning qanchalik darajada og'ir ekanligini ko'rib olg'ili bo'lganligini bildirishmoqda. Qutubi noyisida yer tavridi. 2016 yil 12-yanın 8 kuni tushdan burun Urumchi vaqti soat 11 dan 15 minut o'tganda Sharq Turkistonning Qutubi noyisi atrofida og'ir darajada yer tavrigan bo'lib, tavrash darajasi 6.2 balga yetgan. Xitoy bu qitimmi yer tavrashning tafsiloti haqida intayin oz sonda ma'lumot berdi. Vatan ichidagi har qaysi to'rbatlarda berilgan xabarlarda ma'lum bo'lishicha, 2016 yil 12-oyning 8 kuni tushdan burun Urumchi vaqti soat 11 dan 15 o'tganda Sharq Turkistonning Qutubi noyisi atrofida og'ir darajada yer tavrigan bo'lib, tavrash darajasi 6.2 balga yetgan. Xitoy yer tavrash stansiyasining o'lchab bekitishiga qaraganda tavrash o'rni shimoliy kenglik 43.83 gradus, sharqiy uzunlik 86.40 gradus bo'lgan doirada bo'lib, tavrash manbasining cho'nqurligi 6 kilometrga yetgan. Yer tavrashning ta'siri Sanjida bir qadar kuchli bo'lgan bo'lib, uningdan boshqa Qaramay, Turpan, Ko'rla qatorliq shaharlardami sezilarli darajada ta'siri ko'rilgan. 25 noyabr kunimi Atushning Aqtu noyisida 7.2 bal darajadagi og'ir yer tavrash yuz bergan bo'lib, Xitoy tajovuzchilari bu vaqtdagi xabarlarni qattiq kontrol qilgan. Hamda tavrash yuz berib necha kundan keyin ondan bu tavrash to'g'risida qisqali ma'lumot bilan bo'ldi qilgan edi. Xitoy doiralari bu qatim yuz bergan Qutubidagi yer tavrash to'g'risidami hech qanday tafsiliy ma'lumot bermagan bo'lib, bugun to'liq kulkulik qisqali ma'lumot berdi. Xinhuatorning 2016 yil 12-yanın 9 kundagi xabarida ofatning Sanji shahriga 79 km, Savan noyasiga 80 km, Urumchi Todun Qabaga 78 km, Shixanzi shahriga 57 km oraliqda yuz berganligi, ofatda 2 odamning yenik yaralanganligi, 7 uyning o'rilib tushganligi, 18 uyning og'ir darajada vayron bo'lganligi, 379 uyning chak ketganligini,
yaralanganlarning doktorxonada davolanayotganligini bildirdi. Ammo hozirgacha o'lim yetim ahvoli ko'rilganligi haqida hech narsa deyilmadi. Ma'rif jamiyatida oylik suhbat elib berildi. 12 ayning 2 kuni Juma Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining Istanbul chapidagi markazida oylik suhbat yig'ini o'tkazildi. 12 ayning 2 kuni Juma kech soat 7 da Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining Istanbul chapidagi markaziy yig'in zalida oylik suhbat yig'ini o'tkazildi. Yig'inga jamiyat rahbarlari va a'zolari shundaqla Istanbulda yashayotgan Uyg'urlardan bo'lib 100 ga yaqin kishi qatnashdi. Yig'inga jamiyatning katibi Abdulahad Abdurahmon riyosatchilik qildi. Suhbat yig'ini Abduvaris Qarimning Qur'on tilovati bilan boshlandi. Arqadan İbrahim Damollam so'z qilib, dunyo musulmonlarining hozirgi ahvoli Iroq, Suriya, Misr, Arakan va Afg'oniston qatorliq rayonlardagi qonli qirg'inchiliklar, jumladan Sharq Turkistondagi zulm va ahu faryodlar haqida qisqacha so'z qilgandan keyin bu musibatlarning sababining zodi nima ekanligi, bizning bu reallik oldida nima qilishimiz kerakligi haqida to'xtaldi. Hamda o'zaro mehr-muhabbat va qarindoshlikni kuchaytirish, apuchan kang qo'rsoq bo'lishning bizning bu musibatlardan qutulishimizdagi muhim omil ekanligi Qur'on hadislar bilan tushuntirib o'tildi. G'arb, Sharq, Afrikada insonlar ochlikdan, ussizlikdan o'layotgan, ming'irgan uşak ballar açlıktan o'layotgan. Misr ingrayotgan, Iroq qon dengiziga aylangan. Shundaqla Suriya ham qonlar ichida ingrayotgan. Jumladan yer sharining eng unutilgan, yer sharining chetida qolgan, ummatdan ayrilib qolgan, ummat ening ismini anlig'ida qanday qilishni bilmayotgan. O coğrafiyadagi o'rinlarning analarining ko'zlaridan yosh emas, qonlar daryolar oqayotgan. Dadillarining jo'kidan nima ish qilganligini bilmasdan, qo'lidan ish kelmagachga, qo'lidan bir narsa kelmagachga o'zining yuraklari par bo'lishdan boshqa hech ish qilolmayotgan. Mana shunday bir holatda yaşayatımız. İbrahim Damollamning so'zi oxirlashgandan keyin Abdulhakim Xon Maqsum Hajim so'z qildi. Maqsum Hajim so'zida bizning dunyo va oxiratda nijotlikka erishishimiz uchun qilayotgan va qilgan har bir ish faoliyatlarimizdan hisob olib turishimiz kerakligi, realligimizda beshimizga kelayotgan bu qadar og'ir musibatlarning faqat o'zimizdan hisob olib turishni unutganligimiz, unutmaganlarimiz bo'lsa, bu hisobni o'zidan emas, boshqalardan elishga hirisligi tufayli aradagi qarindoshlik va mehr-muhabbatning yo'qolganligidan bo'layotganligini, undan boshqa yana mas'uliyat tuyg'usining bo'lmasligidan, ishlarga parvosiz qarash, o'z mas'uliyatini tonimaslikdek bir qator ahvollar sababidan, bir qator ittifoqsizlik va bo'linishlarning maydonga kelganligidan bu musibatlarning yuz berayotganligini qisqacha sharhlab o'tdi. Hamda o'zimizdan nima uchun hisob olganligimiz, hisob elishning qanday bo'lganligi, islomdagi mas'uliyatning nima ekanligi va bu mas'uliyatni qanday ado qilish kerakligi haqida tafsili to'xtaldi. Qilmishlarimizni bir qatim Kitobulloh, Sunnat Rasulullohning bu taroziga silib o'lchab chiqishimiz lozim. Qaysi amallarni to'g'ri qilgan bo'ldik, qaysi xato ketdik, qaysi ado qildik, qaysi qolib qoldi. Bizga haqiqiy baxt lozim bo'lsa, cho'qim biz o'zimizning qilmishlaridan bir qatim hisob olish lozim. O'zimizning qilmishlarimizdan. Kim nima ish qildini qo'yib qo'yib, men nima ish qildim deyish lozim. Men bilgan bir mu'min, musulmon bo'lish sifatim bilan mening ustimga qanday mas'uliyat yuklanganti. Shu mas'uliyatni qanchalik ado qildim? 100%mi, 80%mi, 10%mi qanchalik ado qildim? Ado qilolmagan bo'lsam nima ish ado qilolmadim? Men Allohning oldiga nima deyman? Deb bu haqda o'zimizni hisoblash kerak. Rost biz Allohga qiyomat kunisiga cennet, do'zaxdan iborat mukofot jazoning o'rnining boshqa iymonimiz kamol bo'lsa, bu nuqtaga fikrimizni markazlashtirish lozim. Halepda urush to'xtatish plani Rossiya va Xitoy tomonidan rad qilindi.
Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashining Halabga insoniy yordam uchun chiqargan 7 kunlik urush to'xtatish plani Rossiya bilan Xitoy tarafidan rad qilindi. Anatoliya agentligining 12-yanvar 5-kuni bergan xabarda Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashining Halabga insoniy yordam uchun chiqargan 7 kunlik urush to'xtatish plani rad qilinganligi bildirilgan. Asad va Rossiya birlikda Halabni shiddatli bombardimon qilishi natijasida nurg'un begunoh insonlar hayotidan ayrildi. Bu munosabat bilan Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Halabdagi och qolgan kishilarga yemaklik yetkazib berishi uchun Misr va Yangi Zelandiyaning sungan taklifi Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashida muzokara qilindi. Muzokara jarayonida taklifni Rossiya bilan Xitoy rad qildi. Orqadan rad qilish huquqi bo'lmagan Venezuelamo buningga ergashib rad qildi. Suriyada urush boshlangandan tortib hozirgacha har qitimliq urush to'xtatish talabini Rossiya bilan Xitoy rad qilib kelayotgan bo'lib, Rossiya tarafidan 6 qitim, Xitoy tarafidan 5 qitim rad qilingan. Bu taklifning ma'qullanishi uchun 15 davlat ichida 9 davlatning qo'llashi lozim ekan. Doimiy a'zo davlatlardan Amerika, Rossiya, Xitoy, Angliya, Fransiya qatorliqlar ichidan hech birining rad qilmasligi kerak ekan. Rossiya 5 yil ichida 6 qitim Suriya ahvolidagi yaxshilashni rad qilib kelgan. Angliyaning Birleşken Milletler Teşkilatı turishliq bosh elchisi Massive Richard yig'in muzokarasida munolarni bildirdi. Dunyo va Suriya xalqi Rossiyaning qirg'inchiliklarini, shundaqla Asadni qo'llash yuzasidan qilayotgan rahimsizliklarni hargiz unutmaydi. Rossiya Suriyada terrorchilar bilan urush qilmayotdi. Rossiyaning terrorchilar bilan urush qilayotganligini da'vo qilishi butunlay yolg'on. Suriyadagi ochliqdan o'layotgan bolalarga insoniy yordam qilish uchun 7 kunlik urush to'xtatish planining Rus va Xitoy tarafidan rad qilinishi dal ularning terrorchilar bilan urush qilmaganligining isboti. Rossiya va Xitoyning bu planni xohlamasligi ularning o'z davlatlarida 1,5 milliondak begunoh jonni o'ldirgan mustabidlikka qo'lluqchi izlayotganligining belgisi. Xitoyning Birleşken Milletler Teşkilatı turishliq vakili Liu Ji Angliya vakilining Xitoy qonxo'rligi va mustabidligini fosh qilganligiga chidamay mundaq deb bildirdi. Angliya vakili Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashining yig'in muhitini zaharlayotdi. Trump Xitoyning tishiga tegdi. Amerikaning yangi prezidentligiga saylangan Donald Trump Tayvan rahbari Tsai Ing-wen bilan telefonda ko'rishdi. Bu ko'rishish 1979 yildan beri diplomatik munosabatlari uzilgan Amerika-Tayvan munosabatlarida yangi bir qadam bo'lib hisoblandi. Amerikaning yangi prezidentligiga saylangan Donald Trump Tayvan rahbari Tsai Ing-wen bilan telefonda ko'rishdi. Bu ko'rishish 1979 yildan beri diplomatik munosabatlari uzilgan Amerika-Tayvan munosabatlarida yangi bir qadam bo'lib hisoblandi. Tayvan axborotlaridagi xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Tsai Ing-wen Trumpga telefon qilib, uning Amerikaning yangi bir navbatlik prezidenti bo'lib saylanganligini tabriklagan. Trumpmo Tsai Ing-wenni tabriklagan. Ma'lum bo'lishicha, bu ko'rishishda Amerika bilan Tayvan orasidagi yaqin iqtisodiy, siyosiy va bexatarlik munosabatlari to'g'risida fikr almashtirilgan. Bu ahvol Xitoyning qattiq noroziligini qo'zg'agan bo'lib, Xinhua agentligi bu vaqtda Amerika munosabatlarining buzilmasligi uchun Tayvan masalasiga alohida diqqat qilishi va bu masalani muvofiq bir shaklda hal qilishi kerakligini bildirgan. Xitoy doiralari bu ko'rishishga qarata Tayvanni ayblagan bo'lib, Tayvan rahbari bilan ko'rishishi to'g'risida bu faqat Tayvanning nayrangvozlik o'yini. Bu xalqaroning bir Xitoy siyosatidagi maydonini o'zgartirmaydi. Hamda uzun yillardan beri bir Xitoy siyosatini qo'llab kelayotgan Amerikaning maydoniga ta'sir ko'rsatilmaydi deb bayonot e'lon qilgan. Bu ikki davlat rahbarining telefon suhbatidan keyin Aqsaray bayonotchisi Ned Price Amerikaning ikki qirg'oqqa bo'lgan siyosati o'zgarmaydi. Ikki davlat orasidagi munosabatlarda tinchlik va muqimlik Amerikaning asosli manfaat talabidir deb bayonot bergan. Trump o'zining Twitter'dagi hisobotida Tayvan rahbari bugun mening saylamda g'alaba qilganligimni tabriklab, telefon qilganligiga rahmatimni bildiraman. Amerika Tayvanga necha milliard dollar qimmatida harbiy lozimatliklarni setayotgan tursa, men Tayvan rahbarining telefonini qabul qilmasam, yuzsizlik bo'lmamdi deb ifoda bildirgan. Undan boshqa yana 5 dekabr Amerikaning yangi saylangan prezidenti Donald Trump Xitoyning iqtisodiy siyosatini tanqid qilgan hamda bu vaqtdagi so'zlarini o'zining shaxsiy Twitter hisobotida e'lon qilgan. U mundaq degan: "Men Xitoyning Janubiy dengizdagi harakatlariga qarata mundaq o'ylayman. Xitoy o'z puli yuanning qimmatini tushirishdan ilgari bizdan ruxsat oldimi yo'q? Xitoyga avatilgan mahsulotlarga qo'yiladigan boj to'g'risida va Janubiy Xitoy dengizi o'ttirisidagi ko'plagan harbiy qurilish, undan boshqa murakkab qurilishlarni elib berishdan ilgari biz bilan maslahatlashdimi yo'q?
Trumpning bu so'zi e'lon qilingandan keyin Amerika tashqi ishlar ministri John Kerry Trumpga davlatning munosabatlik tarmoqlariga quloq solish maslahatini bergan. Xitoy doiralari Tayvanni o'zining bir qismi deb qaraydi va xalqaro yig'inlarda o'zining birdan-bir qonuniy vakil ekanligini da'vo qiladi. Undan boshqa Xitoy Tayvanning boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarda o'zi orqali munosabat o'rnatish kerakligini bildirib kelmoqda. Xitoy 4500 dan ortiq torbatni taqidi. Xitoy doiralari 1500 ga yaqini siyosiy tus olgan torbatlarni o'z ichiga olgan jami 4500 torbatni taqaganligini e'lon qildi. Xitoy Xinhua agentligining bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, yaqinqi mezgillarda Xitoy tajovuzchilari axloqsizlik, zo'ravonlik tusini olgan va siyosiy sezgurlikka eshib ketdi deb qaragan bir qism torbatlarni taqaganligini e'lon qilgan. Taqalgan torbatlarning soni 4500 dan eshib ketgan bo'lib, bu torbatlarning 1500 ga yaqini siyosiy tus olgan torbatlar bo'lib, internet torbatlariga qarata bu xildagi tekshirishlarning hali ham davom qilayotganligini bildirgan. Agentlikning bildirishicha 8 dekabrdan boshlab internet ishlatishga munosabatlik yangi qaror yo'lga qo'yilgan bo'lib, uningda internetga aloqador manbalarning cho'qim Xitoy tarafidan belgilangan milliy yoki ommaviy tartiblarga ziyon keltirmasligi kerak ekan. Mongoliya Xitoyning tahdidlariga parvo qilmadi. Tibetning ruhoniy rahbari Dalay Lamaning Mongoliya ziyorati Xitoyning tahdidlariga parvo qilinmasdan elib berildi. Xitoy bu sababdan 23 noyabr ikki davlat rahbarlari orasida bo'ladigan uchrashishlarni amaldan qoldirdi hamda Mongoliya hukumatiga beriladigan qarz va iqtisodiy yordamlarni to'xtatilganligini bildirdi. Tibetning ruhoniy rahbari Dalay Lamaning Mongoliya ziyorati Xitoyning tahdidlariga parvo qilinmasdan elib berildi. 3 million nüfusga ega bo'lgan Mongoliya 1 milliard 300 million nüfusga ega bo'lgan qo'shnisi Xitoyning bildirgan tahdidlariga qarshi Tibetning ruhoniy rahbari Dalay Lamani Mongoliyaga taklif qilgan va Xitoyning qarshiliklariga parvo qilmagan. Tibet 1959-yili kommunist Xitoy tarafidan ishg'ol qilingandan keyin Hindistonga qochishga majbur bo'lgan dunyo buddistlarining ruhoniy rahbari Dalay Lama Mongoliya doiralari tarafidan bir qancha qitim taklif qilingan edi. Ammo har qitimda Xitoyning tahdid va besimlariga duch kelgan. Ammo bu yil Mongoliya doiralari Xitoyning tahdid va besimlariga parvo qilmasdan Dalay Lamani o'z davlatiga taklif qilib qizg'in kutib oldi. O'tgan haftaning oxirlarida Dalay Lamaning Mongoliya ziyoratidan bir kun burun Xitoy doiralari Mongoliyaga oxirgi qitimliq ogohlantirish tariqasida not topshirib, Xitoyga qarshi faoliyatlarda bo'layotgan bo'lgunchi unsur Dalay Lamaning ziyoratini darhol bekor qilishni talab qilgan. Ammo Xitoy bilan nurg'unlagan chegaraga ega bo'lgan va xalq ehtiyojining 70%dan ortiqini Xitoydan hal qiladigan Mongoliya bu qitim Xitoyning tahdidlariga bosh egmasdan bu ziyoratni amaliylashtirdi. Tahdidlarga pisand qilmasdan Dalay Lamani qabul qilgan Mongoliyaga Xitoy doiralari inkos bildirib, 23 noyabr ikki davlat rahbarlari orasida bo'lgan uchrashishlarni amaldan qoldirganligini hamda Mongoliya hukumatiga beriladigan qarz va iqtisodiy yordamlarni to'xtatadiganligini bildirdi. Xitoy planlagan yangi Ipak yo'lida Turkiya yo'q. Turkiya gazetida Naranjiya tunishtirish guruhi rahbarlik hay'ati a'zosi Ahmet Hamidi Gurdo'g'anning Olmatadagi bir yig'inda so'zlagan nutqida qadimiy Ipak yo'lini yangidan jonlantirishga tirishayotgan Xitoy ma'lum bir sabablar bilan Turkiyani bu liniyaning sirtida qoldirishga urinmoqda degan so'zlarga yer berildi. Qadimiy Ipak yo'lini yangidan jonlantirishga tirishayotgan Xitoy ma'lum bir sabablar bilan Turkiyani bu liniyaning sirtida qoldirishga urinmoqda. Bu xabar Naranjiya tunishtirish guruhi tarafidan tilga olindi. Bu guruhning rahbarlik hay'ati a'zosi Ahmet Hamidi Gurdo'g'an Xitoy Gruziya orqali Qora dengizdan o'tib, janubda Siprusni asos qilib Turkiyadan otlab o'tib ketishga urinmoqda. Shunga bizmo Qozog'iston bilan birlikda temir yo'l liniyasi qurib, Qozog'istonni baza qilgan holda qarshi hujum qilishimiz kerak dedi. Turkiyaning Qozog'istonga naranjiya eksportini oshirish maqsadida Olmaotada planlangan tunishtirish so'z qilgan Gurdo'g'an, Xitoy Gruziyaning g'arbidagi Anakliyaga Turkiyadagi butun portlarning ikki hassasiga teng kelgudak darajada port yasamoqchi. Bu portga poyezd yo'li bilan kelib, Qora dengizdan dengiz yo'li orqali Yevropa bozorlariga kelishni maqsad qilmoqda. Bu xil usul bilan mahsulotlarni yotkash muddatini 10 kunga keltirib, Gruziyadagi Anakliya porti bilan Ruminiyaning Ko'stanji porti orasiga temir yo'l liniyasi qurib, Turkiya bu liniyaning sirtida qoldirildi. Xitoy Janubiy Siprusga port qurdi. Natijada Turkiya ikki tarafdan otlab o'tib ketildi.
Yevropaga tengdash bozor bo'ladigan rayon uchun tizdan harakatga o'tishimiz lozim dedi. Amerika Xitoy urushi yuz beramdi. Amerika prezidentligiga saylangan Trumpning texi vazifani topshirib olmayla Xitoyning o'g'isini qaynatadigan harakatlarda bo'lishi Amerikaning Xitoyga tutadigan siyosatlari haqida har xil farazlarni o'tirg'a chiqarmoqda. Xitoy bo'lsa Trumpga oldirab inkos bildirmasdan ahvolni andishi ichida kuzatmoqda. Xitoy yangidan saylangan Amerika prezidenti Trump bilan qanday muomalada bo'lish to'g'risida jiddiy qarab chiqishga yuzlanmoqda. Ma'lum bo'lgandek, Trump Xitoyning eng sezgur bo'lgan Tayvan masalasi to'g'risida Amerikaning muomalasi o'zgardiganligidek ehtimolliklarni mazmun qilgan bayonotlarni e'lon qilmoqda. Yaqinqi kunlarda uning Twitter hisobotida qo'llangan muomalalari bu o'zgarishlarning bir qismi deb ko'rilmoqda. Xitoy xalqaro radiosining xabarlariga qaraganda, Trump Xitoy puli bilan dollarning qimmati va buning ikki davlat orasidagi tashqi savdoga bo'lgan ta'sirini ko'rib, Amerikaning Xitoydan import qilinadigan mahsulotlarga yuqori boj qo'yganligini tilga olib o'tgan. Undan boshqa Xitoy pulimi Amerika dollari oldida 6 yildan buyongi eng tuvan chekka tushgan. Trump yana Janubiy Xitoy dengiziga o'xshash Xitoyga nisbatan sezgur bo'lgan temalardami yangicha tashabbuslarni o'tirg'a qo'ymoqda. 2 dekabr juma kuni Trumpning Tayvan rahbari Tsai Ing-wen bilan telefonda ko'rishib, uni Tayvan prezidenti deb ataganligi Xitoyni jiddiylashtirgan. Trump bu to'g'rida orqaga chekilmagan. Amerikaning yangi prezident yordamchisi Mike Pence bu telefon uchrashishining rasmiy holatdagi bir o'zgarishdan bishorat bermaydiganligini bildirgan. Amdilikda Xitoy Trumpning muomalasi va Twitter'dagi so'zlariga darhol inkos bildirishga oldirmasdan, balki uning o'zini Xitoyga mos holda o'ngishib olishiga fursat berayotganda ko'rilmoqda. Buningga qarata Beijing universiteti tashqi ishlar professori Shi Yunhong Xitoyning Amerika bilan elib boradigan siyosatlariga qarata darhol emas, balki oldimizdagi oylarda munosabatlik qarorlarni beradiganligidek inkoslarni bildirayotganligi. Shundaqdimi Xitoy doiralarining ahvolini yanada andisha ichida kuzatayotganligini bildirdi. O'zbekiston saylamining natijasi e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy saylom komiteti 12-oyning 4-kuni O'zbekistonda o'tkazilgan prezident saylamining natijasini e'lon qildi. Bu saylamda Islom Karimovning vaqtliq prezidentlik vazifasini o'tayotgan Shavkat Mirziyoyev 88,61% ovoz bilan O'zbekistonning yangi bir navbatlik prezidenti bo'lib saylangan. O'zbekiston Markaziy saylom komiteti 12-oyning 4-kuni O'zbekistonda o'tkazilgan prezident saylamining natijasini e'lon qildi. Bu saylamda Islom Karimovning vaqtliq prezidentlik vazifasini o'tayotgan Shavkat Mirziyoyev 88,61% ovoz bilan O'zbekistonning yangi bir navbatlik prezidenti bo'lib saylandi. O'zbekiston mustaqilligidan keyin ikkinchi prezident bo'lib saylangan Shavkat Mirziyoyev bu yil 59 yoshda bo'lib, uning prezidentlik vazifasi uchun qasam berish marosimini yangi yil kirishidan burun o'tkazganligi ma'lum. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, bu qitimliq prezident saylamida mag'lub bo'lgan Katmanov, Ömerov va Ota Muradovlar o'z mag'lubiyatiga tan berishgan va Shavkat Mirziyoyevning g'alabasini tabriklagan. Saylamda Mirziyoyevning g'alaba qilganligi e'lon qilingandan keyin uning g'alabasini tunji bo'lib Rossiya prezidenti Putin tabriklagan va Moskvaga ziyoratga taklif qilgan. Bu saylamni ko'zib kelayotgan Yevropa xavfsizlik va hamkorlik komiteti bu saylam va saylamdagi ovoz berish jarayonlarining demokratik yo'l bilan elib berilmaganligini tilga olib, qattiq tanqid qilgan. Mirziyoyev saylamdan burungi so'zlarida o'zining liberal demokratik partiya nomzodi emas, balki Islom Karimovning siyosiy varisi va farzandi ekanligini aytgan edi. Nemis diplomatlar Atatürk aerodromida to'sib olindi. Turkiya Germaniya diplomatlariga Germaniyada Turkiya fuqarolari qanday muomalaga uchragan bo'lsa, o'xshash muomala qildi. Germaniyalik 4 nafar diplomat Atatürk aerodromida to'sib olinganlikdan aeroplanga ulgura olmadi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Germaniyaning diplomatik qoida prinsiplariga xiloflik qilishiga qarata Turkiya darhol harakatga o'tdi. Turkiyaning aerodromlari va tamoyinlarida Germaniya diplomatlariga Germaniyada Turkiya fuqarolari qanday muomalaga uchragan bo'lsa, o'xshash muomala qilindi. Turkiya Buyuk Millat Majlisi parlament boshlig'i vakili Ayshanur Bahçakapılı Germaniyada qo'pol muomalaga uchrashidan keyin 4 nafar germaniyalik diplomat İstanbul Atatürk aerodromida tekshirilib bir mahal saqlatib qo'yildi. Ularning pasport kontrol qilish eg'izidagi rasmiyatlari taxminan 2 soat davomlashdi. Germaniyalik diplomatlar uzun tekshirishlar sababidan aeroplanga ulgura olmadi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlament Başlığı Vekili Ayşenur Bahçekapılı Germaniya ziyareti esnasında yo'qolib ketgan pasportining o'rniga vaqtliq pasport bijirgan bo'lsa-mu, ko'klin aerodromidan chiqolmagan edi. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan terrorchilarga ega chiqib, Asriddin qo'llab kelayotgan Germaniyaning Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlament Başlığı Vekiliga tutgan qo'pol muomalasining badalsiz qolmaydiganligini, buningga tegishli javob qaytarildiganligini bildirgan edi. Meclis Başkan Yardımcılarımızdan Ayşenur Hanım Almanya seyahat yapıyor. Almanya seyahatinde çantasını çalıyorlar. Ve tabii pasaportu, kimlik vesaire içinde gidiyor. Büyükelçilikten kendisine geçici bir pasaport alıyor ve havalimanında kendisine geçiş izni vermiyorlar. Geçiş izni vermemekte kalmayıp kendisi anlatıyor. Bak ben diyor milletvekiliyim. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısıyım. Alıyorlar. Saatlerce bekletiyorlar. Ya sen teröristi alıyorsun, ülkende misafir ediyorsun. Teröristi alıyorsun, ülkende ağırlıyorsun. Ama bu ülkenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısını ve heyetini orada kapıda saatlerce bekletiyorsun. Şimdi bunlara aynını yapmak gerekmez mi? Ondan sonra Erdoğan oluyor diktatör. Ya sen benim meclis başkan yardımcıma, bir bayan milletvekiline bu tür bir yanlışı yaparsan, senin polisin vesairen bunu yaparsa, ben buna aynısıyla mukabele etmem lazım. Bir defa bütün oradaki personelin kimse neyse bunlara gereğini yapmadığın sürece Türkiye'de buna misliyle mukabele eder, etmek durumunda. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bu haftalik istiqlal xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shunday programma oxirida ekran orqasiga barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.